Hammaga salom alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotuvdan uyimiz. Yer maydoni 16 so'tik, qo'shimcha yana 9 so'tik yeri bor. Joylarni ko'rsangiz, shu darajada bahaybat solingan, allarning ham chetaklari, orqaga ham chetaklar ishlangan. Ko'p so'rab o'tiramiz, uyning obzori bilan tanishtiramiz va video davomida ma'lumotlarni aytib ketamiz. Ketdik. Uyimizning kirish qismi shunday katta hol bo'ladi. Joy dum katta bo'lib solingan. Ko'chadan kirganda chap qo'limiz ham 4 xona. Bu yoqda yana 4 ta 5 xona, 6 xona bor bu yoqda. Bir chetdan boshlaymiz. Joyning hammani atab qo'ygan, 105 kvadrat tayin malyarga tayyor patologlar ishlangan. Katta koridordan 4 xona. O'ng qo'limiz ham, chap qo'limiz ham zal. Bu zalimizning oynasi orqaga qaragan. Pesham bor, atapnilar turibdi. Buni ikkinchi zalimiz bo'ladi. Bu yerda ko'pdan beri hech kim yashamagan, ko'p kerakmas joylarni shu yerga qo'ygandan keyin sal taxlanmagan qolib ketgan. Ichine e'tibor bermaysizlar. Bu yoqda to'rda 2 spalni bor. Bu spalni ham hozirgi kundagi zallar bilan teng bo'lib solingan. Joyning baland. Mayorkaga tayyor etib, remontni to'xtatgan 105 kvadrat tortib. Svetlari mana koridorlar lampochkalar kuyib qolgan ekan. Mana ko'chadan kirganda chap qo'lda 4 xona bilan tanishtirdik. Mana bu yog'i qo'shib toza saboqlar. Mana koridordan bu yog'ini o'lab ketgan. Mana shu yerdan boshlanganda bu kotelxona, bu yog'ida baynasi. Baynasini ishlab qo'yib ishlarini aytganlar. Bu yoqdan koridordan bular dim qiziq bo'lib solingan buni. Mana o'ng qo'lda garaj. Garajdan kirib chiqqan eshik bor. Bu garajdan kirib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yog'imizda yuqori zal bo'lgan buni. Addini mana sen ko'chadan mehmon kelsa, sarazi o'ng qo'lga kiradi, bu yoqdan zalga kirib, mehmonlar bu yoqdan savol beradi. Aynoqda 2 zal, bu yerda 3 zal, bu yoqda 3 zal ekan. Buni birinchi zalimiz mana patologlar ishlangan, samosuvda tayyor turibdi bu. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Bu xonaning joyi yig'ib etsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana pol nesi ishlangan, zinadan tegibi pol etsangiz bo'ladi. Buni ikkinchi etajga chiqib ketiladi. Ikkinchi etaj uzun zal bo'lgan bu. Mana pollanib tayyor bo'lib turibdi bu. Patologlar hamma patolog ishlangan, bir malyarka qisamiz. Bir malyarka ishlansa, pollam ishlangan, patolog ham ishlangan. Bu yerimiz yana bir zal. Bu yer yana bir zal. Aynan orqaga qaragan. Endi bundan orqaga kirib chiqadi eshik. Отдельный o'zi uchun. Bu yerda 2 ga bo'lib, 2 joy etib yashasa da bo'ladi. Dokumentlar ham 2 bo'lib olsa bo'ladi. 16 so'tik, 8 so'tikdan bo'lib olsa, aynan aytganday qo'shimcha yerimiz ham bor. 9 so'tik. Bu yog'imiz bilan orqaga. Orqadan kelgan. Maspalardan. Shunday chiroyli ishlab qo'yibdim va yozning kuni buni derazasidan salgan o'tiraverasizlar mana. Patologlar ishlangan, orqadan ham patologlar ishlanib turibdi. Bu uyning egalari kamisiga kelib turibdi bu uyga bo'lgani. Agar odam yashab o'tirganda bir qanday bo'lsa uy bo'lar edi bu. Prosta ko'p vaqtdan beri odam yashamagandan keyin qaroz qolib ketgan mana. Yer maydoni, orqaga o'rta chelgacha chegara. Chelning aynog'ida yana foydalanishga yana qo'shimcha yerlari bor ekan. Uni kelgan vaqt ko'rib olasizlar uni. Joyning mana qaptallari. Mana chegara cheldan bo'ladi. Cheldan bo'ladi. Shu yerda bir примерно 2-3 metr yeri bo'lsa kerak. Qo'ng'ish bilan o'rtada ochiqlik bor. Orqaga o'tib qaytib chiqadi. Uni kelishib ko'rsa, atak joydan aytganimizdek yarmini bo'lib olib foydalansa da bo'ladi. 2 joy bilan. Uyimiz bilan ko'rib tanishinglar. Adresimiz Navoiy Qazoqovulda bo'ladi. Ko'chasi Tazaraportdan kelsangiz bo'ladi. Tazaraportda Jildomar bor, 6 so'tga Jildomar. Shuning ko'chasi bilan Asad ko'cha bilan bir ko'cha. Bu ko'chaning ayniq boshi Telman 4 yo'lga chiqib ketadi. Telmanga chiqib ketsangiz bo'ladi. Qazoqovul sentrdan keladigan bo'lsa, Pashanik Amandan ko'chasidan kelib, o'ng qo'lga olsangiz Qazoqovul bilan bir ko'cha bilan aylanib kelasiz.
o'ng qo'lda joylashgan, aytganda yer maydoni 16 sotik, bahasi 50 ming dollarga qo'yilgandir. Qaytargan yeri bor, kelib yerlar bilan ko'rib gaplashib olaverasizlar. Üstünde kelishadi, bahasini qimmat deb yozishganlar. Ketgan rasxodlarga qarab qo'ydilar. Nima uchun kelib so'rag'anlarga qarab naqdga normalniy kelishib berishlari mumkin. Sizlar bilan men ixtiyorimcha shu ovuldan yuzlab gallarga videoni tashlab qo'ysangiz bo'ladi.